Ondan Hazreti İsa ulağa temsiller bilen sözleşki başladı. Bir kişi bir üzümzarlık berpa kılıp etrafını çıtlaptı. Müselles işleşi için üzümzarlıkka bir kölçek kazırıptı ve bir közetxanı yastıptı. Keyin üzümzarlıkını icarıga berip, özü yiroq bir yerga ketibdi. Üzümlerini üzdiğen mezgil kelgende, o hosulning bir ülüşünü elip kelishga qullaridan birini ijarakaşlarning yeniga avatibdi. Lekin ijarakaşlar yelqi qulni tutib elib, dumbalab, quruq qo'l qaytiribdi. Xo'jayin yana bir qulni avatibdi. Ijarakaşlar uningmi bosh ko'zini yerib, haqoratlab qaytiribdi. Keyin xo'jayin yana bir qulni avatibdi. Lekin u o'ldirilibdi. Yana bir muncha qullarini avatibdi. Ularningmi ba'zilari tayoq yeb, ba'zilari o'ldirilibdi. Xo'jayinning yanida birla odami, ya'ni uning suyimlik o'g'lini qopdi. U o'g'limni hurmat qilar deb ijorakashlarning yeniga eng oxirida uni avatibdi. Lekin ijorakashlar o'zaro bu bo'lsa xo'jayinning mirosxo'ri, kelinglar, uni o'ldirib deyli. Üzümzarlık bizga o'ngchi qolsin deyishibdi. Shundoq qilib, uni tutib o'ldirib, üzümzarlıkning sirtiga so'rab ochib ketibdi. Bundaq ahvolda üzümzarlıkning xo'jayini bu ijarkashlarni qandoq qiladi? Jazman ularni o'ldirib, üzümzarligini boshqalarga ijaraga berdi. Sizlar Zaburdagi bunu sözlerini zodi o'qimgandinglar. Tomchilar tashlavatgan tosh qurilishning ul teshi bo'lib qoldi. Bu Parvardigor tarafidandir. Biz uchun ajoyib bir ishdir. Hazrati Isoning bu tamsilni o'zlariga qartib etqonligini tushungan Yahudilarning cho'nglari uni tutqun qilmoqchi bo'ldi. Lekin xalqning qo'rqib uni tashlab ketib qoldi. Shundan keyin Yahudilarning cho'nglari Hazrati Isoni uning o'zining so'zlari bilan tuzoq tushirish maqsadida Farislardan va Rimdan tayinlangan Irod podshoning tarafdorlaridan ba'zilarni uning yeniga avatdi. Ular kelib Hazrati Isoga: "Ustoz, sizning samimiy odam ekanligingizni, hech kimga yuz xotir qilmaydiganligingizni bilamiz. Chunki kishilarning sirtqi qiyofati bilan hisoblashmay, ularga Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'rgatib keldingiz. Sizce Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonunimizga xilofmi, qandoq? Zodi bosh topshiramdiq, topshirmamdiq" deyishdi. Ularning soxtipazligini bilgan Hazrati Iso: "Yemishqa, meni so'zim orqali ilindirmoqchi bo'lyapsizlar. Bana bir dona kumush tanga beringlar, ko'rib boqay" dedi. Pul elib kelindi. Hazrati Iso ulardan: "Bunun ustidagi surat va ism kimning?" deb so'radi. "Rim imperatori Qaysarning" deyishdi ular. "Bundaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar" dedi Hazrati Iso ularga. Ular Hazrati Isoning so'zlariga hayron qolishdi. O'lganlar tirilmaydi deb qaraydigan Saduqiy dini iqimidagilar Hazrati Isoning oldiga kelib: "Ustoz, Musa payg'ambar Tavratda bir kishi o'lib ketib, ayoli tul qilib, farzand ko'migan bo'lsa, o'lguchining aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga elib, qerindishi uchun nasl qoldirishi lozim" deb yozgan. Burun 7 oqufga o'tgan ekan. Cho'ngi o'ylinib, farzand qoldirmayla olamdan o'tibdi. Keyindiki inisi yangisini amriga elib, umu farzand ko'may olamdan o'tibdi. Keyindiki inisimi shundoq bo'libdi. Shundoq qilib 7-chisigacha uni elib chiqibdi. Lekin hech qaysisi farzand ko'may olamdan o'tibdi. Oxirida bu ayolmi olamdan o'tibdi. Hamda so'raydiganimiz shuki, qiyomat kuni bu ayol kimning ayoli bo'lib tiriladi? Chunki 7 qindoshning hammasi uni xotinlikqa olganda deyishdi. Hazrati Iso ularga mundaq javob berdi: "Sizlar muqaddas yozmalarni va Xudoning qudratini bilmaganliginglar uchun mana shundoq xatolisizlar emasmi? Ölümden tirilgandan keyin insonlar arishdagi farishtalarga o'xshash xotin olmaydi, erga tegmaydi. Ölümden tirilish masalasi haqida Musa payg'ambar orqali tushirgan Tavratda o'qimadinglarmi?
Ecdatlarımız İbrahim, İshak ve Yakup'la alı burun alemden ötken bolsumu, Tevrat'taki tikenlikning köyüşü hakkındaki bayanda Xudo ularning tirik hesaplab, ben İbrahim, İshak ve Yakup'la itiqad qilib kelgan Xudo bo'laman deydi. Demek, Xudo o'liklarning emas, tiriklarning Xudosidir. Sizlar tamamen xatolashdinglar. Ularning munozirasini anglagan ve Hazreti İsa'nın ularga yaxshi javob berganligini ko'rgan bir Tavrat ustozi Hazreti İsa'nın oldiga kelib, bütün emirlerning ichida eng muhimi qaysi deb so'radi. Hazreti İsa mundaq javob berdi. Eng muhimi shuki, anglag'in ey İsroillar, Parvardigorimiz bo'lgan Xudo birdan bir Xudodir. Parvardigorim bo'lgan Xudoni bütün qalbing, bütün jining, bütün zehning ve bütün kuching bilan so'ygin. Yana bir amr bo'lsa, qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y. Mana bulardan muhim amr yo'q. To'g'ri aytdingiz ustoz, dedi Tavrat ustozi Hazreti İsa'ga. Xudo birdir, uningdan boshqasi yo'qdir deganingiz durust. İnsanın Xudoni bütün qalbi, bütün ahli ve bütün kuchi bilan so'yishi, ham qo'shnisini o'zini so'ygandek so'yishi Xudoga atalgan har qanday ko'dirma qurbonlik ve hadiyalardan muhimdir. Hazreti İsa uning oqilona javob berganligini ko'rib, siz Xudoning podshohligidan yiroq emassiz, dedi. Shundan keyin uningdan hech kim savol so'rashga petin olmadi. Hazreti İsa merkezi ibodatxona hoylarida ta'lim berib etib, mundaq savolni o'tirg'i qo'ydi. Tavrat ustozlari qutqizuvchi Masihni podsho Davudning avlodi deb turvasa, qandoq bo'ladi? Davud podsho o'zi muqaddas ruhning ilhomi bilan mundaq degan-ku: Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, "Men sening dushmanlaringni oyog'ing ostida dasatguncha, mening o'ng yonimda o'ltirg'in." Qutqizuvchi Masih Podsho Davudning avlodi bo'lsa-mu, lekin Podsho Davud Masihni Xo'jayinim degan yerda Masih uningdan ulug' bo'lmamdi. U yerdagi jamoat Hazreti İsa'ning so'zini zo'q bilan anglatdi. Hazreti İsa ta'lim berib mundaq dedi: Tavrat ustozlaridan hoşyar bo'linglar. Ular uzun to'nlarni kiyib olib, g'odiyib yurishga omroq keladi. Bozorlarda boshqalarning o'ziga salom berib hurmatlashini, ibodatxonalarda alohida o'rinda o'tirishni, ziyofatlardami to'rda o'tirishni yaxshi ko'rdi. Ular tul ayollardan naf elib, ularning mol-mulkini yevilib, ondan attay boshqaga ko'rsin deb uzundan uzun duo qiladi. Ular jazman texmu qattiq jazoga tortildi. Hazreti İsa merkezi ibodatxonadagi iyoni yig'ildigan joyning oldida o'tirib, o'z iyonlarini tashlayotgan jamoatga qarab turadi. Nurg'un boylar sandiqqa xeyli ko'p pul tashildi. Bir kambag'al tul ayolmi kelib, bir necha yillik qimmatidagi 2 tangini tashildi. Hazreti İsa shogirdlarini yeniga chaqirib, ularga mundaq dedi: Bilib qo'yinglarki, bu nomrod tul ayolning iyonisi Xudoning nazarida hammalarninkidan ko'p. Chunki boshqalar o'zlarining oshqan boyliqlaridan iyona qildi. Lekin bu ayol nomrod ruhliq, o'zining bor yo'qini, tirikchilik qildigan hamma narsasini iyona qildi.